Qishloqdagi qizinglarda endi umuman bel og'rig'i degan muammo bo'lmaydi, chunki men o'zimga ortopedik matras oldim. Bilasizlar, uylarimizni ba'zi joylarini remont qilganman. Ahak, albastrlarni paqirlab ko'tarib belim toliqqan edi. Kamiga menga o'xshab yumshoq, bilqillagan joyda yotolmaydiganlar uchun bu matras ayni muddao. Havo o'tkazadigan, terlatmaydigan va qichitmaydigan HB Jakart matosidan tayyorlangan bo'lib, yillab ishlatsangiz ham cho'kmasligini ta'minlab beradigan 22 pilotli paralon ishlatilgan. Sizni agar bel va bo'g'im og'riqlari tez-tez bezovta qilsa va ko'proq bir joyda o'tiradigan odam bo'lsangiz, deylik tikuvchi yoki shopir, bu matras siz uchun juda ham zarur. Matrasingiz uzoq muddat xizmat qilishi uchun prujinasi zich terilgan bo'lishi kerak. Shunda yillab ishlatsangiz ham g'ichramaydi. Hatto 100 kilo vesdagi odam bo'lsangiz ham ayni shunaqa sifatga javob bera oladigan shax matrasdan o'zingizga ma'qul bo'lgan razmer va balandlikda buyurtma qilsangiz tayyorlab berishadi. Hadicha va o'zim uchun kichikroq o'lchamdagisini oldim. Sizlar bundan-da katta va bundan-da balandroq qildirsangiz bo'ladi. Matrasda bitta zararli tarafi bor, u ham bo'lsa sizda yo'qligi.